Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Rossiya Eronga, AQSh va Isroilga qarshi urush uchun dronlar yetkazib bermoqda. Shavkat Mirziyoyevga Donald Trampdan noma keldi. Pentagon Eronga qarshi qat'iy yakuniy zarba berishga tayyorlanmoqda. NATOdan hafsalam pir bo'ldi. Donald Tramp. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik. Bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inyomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi. Erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Putin Yaqin Sharqdagi urushning yakunini hech kim bilmasligini aytdi. Yaqin Sharqdagi mojaroning oqibatlarini hali ham aniq bashorat qilish qiyin. Menga shunday tuyuladiki, hatto ushbu mojaroga bevosita aloqador bo'lganlar ham hech narsani oldindan ayta olmaydi, dedi Rossiya yetakchisi. Tasnim manbasiga tayanib tarqalgan xabarga ko'ra, agar AQSh quruqlikdan bostirib kirsa, Eron 1 milliondan ortiq jangchini safarbar qilishga tayyor. Pentagon Eronga qarshi qat'iy yakuniy zarba berishga tayyorlanmoqda. Manbalarga ko'ra 4 ta variant ko'rib chiqilmoqda. Eron neft eksportining asosiy markazi bo'lgan Xark oroliga bostirib kirish yoki uni blokirovka qilish. Tehronga Hormuz bo'g'ozi ustidan nazoratni mustahkamlashga yordam beradigan Larak oroliga bostirib kirish. Unda bunkerlar, hujum kemalari va bo'g'ozdagi harakatni kuzatuvchi radarlar joylashgan. Eron tomonidan nazorat qilinadigan, ammo Birlashgan Arab Amirliklari tomonidan ham da'vo qilinadigan strategik Abu Musa orolini va bo'g'ozning harbiy kirish qismi yaqinida joylashgan ikkita kichik orolni egallab olish. Hormuz bo'g'ozining sharqiy tomonidan Eron neftini eksport qiluvchi kemalarni blokirovka qilish yoki egallab olish. Pentagon shuningdek Eronda yuqori darajada boyitilgan uranni o'z ichiga olgan obyektlarni egallab olish uchun yerusti operatsiyalari rejalarini ishlab chiqdi. Shavkat Mirziyoyevga Donald Trampdan noma keldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga AQSh rahbari Donald Trampdan maktub keldi. Tramp o'z maktubida Mirziyoyevning joriy yil fevral oyida bo'lib o'tadigan Tinchlik kengashining ilk yig'ilishidagi ishtirokini yuksak baholadi. O'z navbatida Tramp O'zbekiston rahbarini Tinchlik kengashining navbatdagi yig'ilishiga, shuningdek, Mayamida o'tadigan G20 sammitiga taklif etdi. Financial Times ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Eronga, AQSh va Isroilga qarshi urush uchun dronlar yetkazib bermoqda. Nashrning xabar berishicha, yetkazib berish mart oyida boshlangan. Bularga dronlar, dori-darmon va oziq-ovqat kiradi. Rossiya shuningdek razvedka ma'lumotlari va sun'iy yo'ldosh tasvirlari bilan ham o'rtoqlashmoqda. Financial Times'ning yozishicha, bu mojaro boshlanganidan beri Eronga halokatli qurollar topshirilganining birinchi tasdig'i bo'lishi mumkin. Shu bilan birga Moskva AQSh bilan keskinlikning kuchayishiga yo'l qo'ymaslik uchun Eronga zamonaviy S-400 havo mudofaasi tizimlarini topshirishdan bosh tortgan. Lukashenko kimga har ehtimolga qarshi avtomat sovg'a qildi. 26 mart kuni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Koreya Xalq Demokratik Respublikasiga tashrifi doirasida mamlakat yetakchisi Kim Chen Inga o'z mamlakatida ishlab chiqarilgan avtomatni sovg'a qildi. Sovg'a almashish lavhalarini Belarusning pul pervogi kanali e'lon qildi. Belarus fuqarosi Kim Chen Inga Kalashnikov avtomat bazasida ishlab chiqarilayotgan qurolni sovg'a qilgan. Mana biz o'qotar qurollar ishlab chiqarishni boshladik, deydi Lukashenko. Kim Chen Inning qurolni ushlashini, xususan zatvor ramasini orqaga tortganini kuzatar ekan Lukashenko hammasi to'g'ri, qurolni ishlatishni biladi deya qayd etgan. Har ehtimolga qarshi mabodo dushmanlar paydo bo'lib qolsa, deydi Lukashenko sovg'ani topshirish vaqtida. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi yetakchisi esa Lukashenkoga sovg'a sifatida an'anaviy qilich va Belarus rezidenti tasviri tushirilgan ko'zani topshirgan. E'lon qilingan videoda tarjimon Lukashenkoga ko'za chig'anoqlar bilan bezatilganini aytayotgani aks etgan. Bizda qurol uchun pul berish odat tusiga kirgan, deydi Lukashenko va Kim Chen Inga ichida tanga bo'lgan qutichani uzatgan. NATOdan hafsalam pir bo'ldi. Donald Tramp. Bu sinov edi. Siz bizga Eronga qarshi amaliyotda yordam berishingiz ham bermasligingiz ham mumkin. Ammo agar yordam bermasangiz, biz buni eslab qolamiz. Bu gaplarimni unutmang. Bir necha oydan keyin ham buni yodga oling. Shunday ibora bor, juda yaxshi ibora. Hech qachon unutma. Siz buni hech qachon unuta olmaysiz, dedi AQSh prezidenti.
AQSh yaqin orada Eronda quruqlikdagi operatsiyani boshlashi mumkin. Amerika qo'shinlarining Erondagi quruqlikdagi operatsiyasi yaqin orada boshlanishi mumkin. Bu haqda manbalarga tayanib The Wall Street Journal jurnalisti Alex Urot ma'lum qildi. Kongressdagi kamida 3 nafar respublikachi, jumladan vakillar palatasi va senatning qurolli kuchlar bo'yicha qo'mitalari raislari Eronda quruqlikdagi operatsiyani rejalashtirayotgani va u potensial ravishda tez orada boshlanishi mumkinligini ochiq bayon qilishmoqda, deb yozdi jurnalist Twitter ijtimoiy tarmog'ida. Bundan oldin The Jerusalem Post nashri AQSh Eron neft eksportining 90% o'tadigan Xark orolini egallash uchun quruqlikdagi harbiy operatsiyani boshlashdan boshqa chorasi bo'lmasligi mumkin deb hisoblayotgani haqida xabar bergan edi. Orolni egallash rejalari haqida Axios ham yozgan. Financial Times va Newsmax nashrlari esa minglab dengiz piyodalari va harbiy kemalarining Yaqin Sharqqa tezlashtirilgan holda jo'natilayotgani haqida xabar tarqatdi. CNN manbalariga ko'ra, Eron orolga qo'shimcha qo'shinlar o'tkazmoqda va bostirib kirish ehtimoliga qarshi tuzoqlar o'rnatmoqda. Eronning Tasnim agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Xark orolini egallashga urinish sodir bo'lsa, Tehron misli ko'rilmagan javob qaytarishi mumkin. Tramp urushni may oyigacha tugatishni rejalashtirmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp o'z maslahatchilariga Eron bilan urushni tezroq tugatish niyatida ekanini aytdi. Bu haqda The Wall Street Journal xabar berdi. Eronga qarshi urush boshlanganiga 28-mart kuni 1 oy bo'ladi. Tramp maslahatchilariga mojaro yakuniy bosqichga kirganini bildirgan va urushni 4-6 hafta ichida tugatish bo'yicha ilgari aytgan muddatda amal qilishni so'ragan. Tramp may oyi oxirlarida Xitoy raisi Si Szinpin bilan sammit o'tkazishni rejalashtirgan. Dastlab uchrashuv mart oyiga belgilangan edi, biroq Eron bilan urush sabab u kechiktirilgan. Manbalarga ko'ra, urushni may oyi o'rtalarigacha yakunlash rejalashtirilmoqda. Muammo shundaki, Trampda urushni tugatish bo'yicha oson variantlar yo'q. Tinchlik muzokaralari esa hali boshlang'ich bosqichda. Tashqi siyosiy ittifoqchilar bilan suhbatlarda Trampning e'tibori ba'zan boshqa masalalarga, jumladan AQShdagi bo'lajak oraliq saylovlar, aeroportlarga immigratsiya xodimlarini yuborish va saylov qoidalarini kuchaytirishga oid qonunchilik tashabbuslariga qaratilmoqda. Tramp hamkasblaridan biriga urush uning boshqa ustuvor vazifalardan chalg'itayotganini aytdi, dedi manbalardan biri. Ba'zi manbalarga ko'ra, prezident keyingi yirik vazifaga o'tishga tayyor, biroq bu nima ekani ochiqlanmagan. Ayrim ittifoqchilar uni e'tibori Kubadagi rejimga qarshi choralar tomon burilishini kutmoqda. Yaqin maslahatchilari esa aholining asosiy muammosi yashash xarajatlari oshishi masalasiga e'tibor qaratishni tavsiya qilmoqda. Prezident Tramp ko'p vazifalarni bajarishda favqulodda mohir va bir vaqtning o'zida bir nechta muammolar ustida ishlaydi. Prezident terrorchi Eron rejimiga qarshi harbiy maqsadlarga to'liq erishishga qaratilgan lazerdir. Uning yagona e'tibori doimo g'alaba bo'lib kelgan, dedi Oq uy matbuot kotibi Caroline Levitt. Tramp shu hafta urushni diplomatik yo'l bilan hal qilishga qiziqish bildirdi va Eron elektr stansiyalariga zarba berishni vaqtincha bekor qildi. Uning maslahatchilari kelishuv doirasida Eron neftidan foydalanish ehtimolini ham muhokama qilmoqda. Agar Tehron mojaroni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishmasa, AQSh Eronga har qachongidan ham qattiqroq zarba beradi. Prezident Tramp aldamayapti va u do'zax olovini yog'dirishga tayyor, dedi Levitt. Ta'kidlanishicha, Tramp zarurat tug'ilganda Eron hududida quruqlik operatsiyasini boshlashga tayyor, biroq bu urushni tez yakunlash maqsadiga zid bo'lishini hisobga olmoqda. Prezident urush davom etsa halok bo'ladigan yoki yaralanadigan AQSh qo'shinlari soni ko'payishi mumkinligidan xavotirda, dedi amerikalik rasmiylar. Hozircha qariyb 300 amerikalik yaralangan, 13 nafari halok bo'lgan. Prezidentga yaqin manbalar Trampning urush bo'yicha qarorlarini oldindan bashorat qilish qiyinligini ta'kidlamoqda, chunki u ba'zida diplomatiyaga moyillik bildirsa, ba'zida zarbalarni kuchaytirish tarafdori bo'ladi. Biroq urushni yakunlash faqat Trampga bog'liq emas. AQSh va Eron hali kelishuvga erishmagan. Tehron esa to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni rad etmoqda. Agar kelishuv yoki aniq harbiy g'alaba bo'lmasa, Hormuz bo'g'ozidagi vaziyat global energiya bozorlariga bosimni davom ettiradi. Trampdan o'g'lini urushga yuborish talab qilindi. Eron bilan davom etayotgan urush fonida AQShda harbiy safarbarlik masalasi yana kun tartibiga chiqdi. Minnesota shtatining sobiq gubernatori Jesse Ventura prezident Donald Trampga murojaat qilib, uning kenja o'g'li Baron Trampni armiyaga jo'natishga chaqirdi. Britaniyalik taniqli jurnalist Piers Morgan bilan suhbatda Ventura AQSh harbiy operatsiyalar haqida gapirar ekan, Trampni keskin tanqid qildi. Yetakchi sifatida oddiy bir haqiqat bor. Siz o'z farzandlaringizni yuborishga tayyor bo'lsangizgina urushni oqlash mumkin. O'z bolangni yubormasdan turib, qanday qilib birovning bolasini jangga jo'natish mumkin, deya ta'kidladi sobiq gubernator. Ventura shuningdek Trampning 3 ta nigohidan bo'lgan farzandlaridan hech biri armiyada xizmat qilmaganini, so'nggi 100 yil ichida Tramplar sulolasidan birorta harbiy chiqmaganini aytib o'tdi. Baron, sen buni o'zgartirishing mumkin. Hoziroq AQSh armiyasiga qo'shil. Otangda bo'lmagan jasorat va vatanparvarlikni ko'rsat, deya qo'shimcha qildi u. Venturaning chiqishi ortidan Twitter tarmog'ida minglab amerikaliklar Sent Barronni yuboring hashtagini ommalashtirdi. Mazkur
Mazkur chaqiriq qisqa vaqt ichida virusdek tarqaldi. Biroq ayrim kuzatuvchilar Baron Trampning armiyaga qabul qilinishi so'roq ostida ekanini aytmoqda. Gap shundaki, Baronning bo'yi taxminan 206 sm. Bunday baland bo'y bilan zirhli mashina, tank yoki samolyot kabilarda xizmat qilish texnik jihatdan imkonsiz bo'lishi mumkin. Agar Baron tibbiy sabablarga ko'ra xizmatdan ozod etilsa, u oilasidan bunday imtiyozdan foydalangan birinchi inson bo'lmaydi. Donald Tramp o'z vaqtida o'qishi sababli harbiy xizmatni 4 marta ortga surgan edi. Taxminan 60 yil avval doktor Larri Donald Trampga tovon suyagi o'simtasi tashxisini qo'ygan. Bu tashxis unga armiyaga umuman bormaslik imkonini bergan. Yillar davomida ushbu tashxis Trampning harbiy xizmatdan qochish uchun o'ylab topgan hiylasi sifatida masxara qilib kelinadi.